Hammaga xayrli kech qizlar. Kuninglar yaxshi o'tyaptimi? Mansur juda uxladi. O'zimga kofe qildim. Boshim juda yomon og'ridi. Bolajonlar ko'chaga chiqib ketishdi. Shunga bitta kofe ichay deb o'zimga kofe damlab kofe ichdim. Endi men Ehsonjon 1,5 oy uyda bo'ladilar. Sadikka ham bormaydilar. Qo'shimcha darslarga ham bormaydilar. Futbolga ham bormaydilar. Endi dam oladilar. Uyda o'tirib, уже zerikib bo'ldi. Uyda уже dapar ertalabdan to'p o'ynab, ko'chaga yugurib chiqib ketdi. Ehtiyot bo'y deguncha qoldim. Qo'li singandan shekilli bansaga bordik. O'sha kuni u bozor edi nazarimda. U hafta edi, u bozor. Kundan bir hafta bo'ladi. O'sha kuni hamma telefon qilgan, qizlar ishonsalaring. Treneri, vоспитательницasi, учительницалari, oshnolari hamma поддержка qilib, ularda oshnalarning roditellari har bir buvalari menga telefon qiladi, dadalari xo'jayinimga telefon qiladi. Ehson qanday, sog'lig'i yaxshimi deb hammasi bizni juda ham поддержка qildi. Buvalari telefon qilib, bironimga kamchilik bormi, biz yordam beramiz deb har kuni so'rashib, trenerlari ham eski trenerlar ham даже telefon qilib eshitib, ular shunaqa переживать qildi. Hammasi ko'chaga chiqqan bo'lsam, hamma kelib, oshnalari videoroliklar qilib jo'natishibdi. Ehson tezroq qayt, biz sensiz zerikyapmiz, sensiz yutolmaymiz futbolda deb. Allohga shukr, shunday Rossiyada yursak ham oldimizda shunaqa yaxshi samimiy insonlar yaqinlashtirganiga Allohga shukr. Yaqinlarimiz bor, avlodlarimiz shu yerda hammalari, ular поддержка qiladi. Tag'in ulardan boshqa tag'in bunaqa insonlar поддержка qilganiga biz juda ham xursand bo'ldik. Birinchidan, ikkinchidan поддержкani hech kimdan kutmagandik. Ertaga tag'in telefon qilib, ertaga boramiz, subbotada borib yo'qlab kelsak maylimi deb telefon aytishdim. Aytdim, mayli, конечно dedim. Biz mehmon desa juda ham xursand bo'lamiz desam, agar sizlarga borsak turib qilmaysizlardi deb shunaqa dedi. Aytdim, yo'q, конечно dedim. Просто biz o'ylayapmiz, nima ovqat qilsak bo'ladi. Biz ovqat qilgan ovqatlarimiz ular yo'ladimi, yo'qmi, shunga xo'jayinim bilan o'ylab aytdim, nima ovqat qilamiz ekan. Ularga ma'qul bo'ladimi, yo'qmi? Chunki ularda kuxnyasi boshqacha. Bilasizlar, ular ancha-muncha ovqatni biz ovqatlarimizni yeyish olmaydi. O'zimizda masalan boshqa millat ovqatlarini yeyolmaganimizda shuni o'zi o'ylab o'tiribmiz. Ertaga nima ovqat qilsak ekan deb hayron bo'lib. Shunaqa gaplar qizlar. Shunaqa o'tiribmiz. Xudo xohlasa Ehsonjonim ham yaxshi bo'lasalar. Sekin bugun ujunga kartoffelni pure tayyorladim. Ehsonjon yakalari kelgan ekan. Домашний o'zim tayyorlagan kotletdan ham qovurdim. Oxirgi paytlar kam pishiryapman, kuxnyada kamroq bo'lyapman qizlar. Chunki xo'jayinim umuman pishirishga uncha qo'ymaydilar. Aytadilar, nima qilasan, kuni bilan kuxnyada vaqtingni ketkazdirib deb urishadi. Qiyin ovqat qilma, oson ovqat qil deb. Shuning uchun последнее время kuxnyada kam bo'lyapman. Hozir Mansurchikda dadasi gullatga ketdilar. Anchadan shaka Mansurchik bilan gullat qilmabman deb. Shuning uchun kiyintirib, kolyeskaga solib, ko'chaga ular chiqib ketdi. Hozir bular ujinlarni qilib, ozgina o'ynab, keyin esa uxlashga yotishadi.